qizli bo'lar ekansiz. Xafamisiz? Yo'q, xursandman. Menimcha ozgina qo'rqyapman. Kimdir uni xafa qilsa-chi? Maktabda kimdir sochidan tortib uni yig'latsa-chi? Qandaydir so'tak kelib, sevgi haqida va'z o'qib, keyin qizimni aldab, yuragini chilparchin qilsa-chi? Siz u narsalar haqida o'ylamang-da. Tug'ilsa, limuzinlarda olib chiqamiz qizimizni. Keyin xuddi o'shanaqa limuzinda kimdir kelib, to'y qilib, qizimni bag'rimdan yulib olib ketadimi? Silab siypalagan qizim kimdir paypog'ini yuvadimi? Men uni boricha sevaman. Lekin eri uni o'zgartirishga harakat qiladimi? O'z ota-onasini ko'rishga kelishi uchun eridan, qaynanasidan haftalab, oylab ruxsat so'raydi. Ularchi ruxsat berisharmikin? Agar men sog'insam-chi? Xohlagan paytim borib ko'ra olmaymanmi uni? Shundan xafamidingiz? Erkaklar qiz tug'ilishini eshitganda xafa bo'lishmas ekan. Qo'rqishar ekan. Qo'rqmang. Qizingizga xuddi o'zingizga o'xshagan er uchraydi. Hammamizga o'zimizga o'xshagan kuyov uchrasin. To'g'rimi? Qalbimda nur kabi taralgan qism yurganmas hayoga. Nimaga pulingni ishlatding? Sarogim kelgandi. Sharla bor, sharla. Oyi! Bolaligimizdan mening g'ussam o'zing, mening armonim. Nimaga pulingni ishlatding? Sarogim kelgandi. Adga qiynalib pul topishini bilasan-ku. Birga yiqqan pulimizni adangga bermoqchi edik-ku. O'zi senga oyoq kiyim olib berolmayotganlarga xafa bo'lib yuribdilar. Katta bo'lsam, yaxshi o'qib, ishlab, mana shu izichani ko'p pulga to'ldirib qo'yaman. Sen qiz bolasan, ishlash emas, ovqat qilishni, uy yig'ishtirishni o'rganishing kerak. Ertaga erga tegsang, qanaqa kelin bo'lasan? Kelin bo'lgunimcha ham yaxshi o'qisam bo'lmaydimi? Faqat o'g'il bolalar yaxshi o'qishi. Qizlar esa uy ishlarini o'rganishi kerak. O'g'il bolalar institutlarda o'qib, oliy ma'lumotli bo'lishi, qizlar esa erga tegishga tayyorlanishi kerak. Yorqin kelajak qurishga faqat erkaklarning haqqi bor. Ayollar esa o'qimishsiz bo'lishi kerak. Degan gaplarga doim qarshi bo'lganman, qizim. Siz ham insonsiz. Demak, yaxshi o'qishingiz, o'zingizga yarasha katta-katta orzularingiz va hayotda o'z o'rningiz bo'lishi kerak. Men esa sizga ishonaman. Uchi. Bu o'zingiz yiqqan pulingiz, o'zingiz xohlagan narsaga ishlatsangiz bo'ladi. Men esa ana, oyligimni oldim. Bu degani sizga oyoq kiyim bugun olamiz. Undan tashqari cho'ka krem ham olamiz. Ura, yangi idishli bo'larkanmiz. Mana duogo'ylarim. Oyijon, bularni hammasi sizga. Adajon, bu esa sizga. İçini bitta ochib ko'ring. Jismimni yarmini bo'lib beryapman. Iltimos 20 yil oldingi kichik sharcha hamda menga bo'lgan katta ishonchingiz uchun rahmat adajon. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. qalbimda nur kabi taralgan qism yurganmas hayoga o'ralgan qism. Aka, kuyovingiz meni urdi. Dunyoda sarson sarson, qadrim ham arzon arzon. Xorligim onamga aytmang. Singlimdan shunchalik zerikkan ekansan, nima qilasan uni xo'rlab? Xizmatingni qildi, bola tug'ib berdi. Nima bo'lsa ham shu meni erim-ku dedi. Rahmating shumi? O, zo'r. Mardlar ayolini qadrlaydi, nomardlar esa xo'rlaydi. Ma. Buni kiyganida xotining 3 yosh edi. Sen bilan esa 15 yildan keyin gaplashaman. Onamga aytmang. Yig'lab artaman, artaman, artaman. Ko'z yoshim sekin artaman. Aka, meni doim himoya qilasizmi? Men bor ekanman, seni hech kim xafa qilmaydi. Va'da berasizmi? Va'da beraman. Yana bir marta mana shu shaytonning suviga aralashsam, odam emasman. Meni kechir xotin. Qizimiz uchun O'zgaraman deyaptilar-yu. Bora qol. Baxtli bo'l. Yig'lab artaman, artaman. va'da baxtli qilaman.
sekin artaman aytaman 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 Sen hiç kim xafa qilmaydi. qandaymi aytaman artaman artaman artaman